ko'rsatadigan LFK mashqlarimiz osanka buzilganda, ya'ni umurtqada skoliozlarga, lordozlarga, kifozlarga juda ham zo'r yordam beradi. Ya'ni tizzani bu yoqqa qo'ygan holatda ikkita tirsagimizni qo'yib turib, mana qo'limizni ushbu qo'yganimizda bosh pastga tushishi kerak, qo'l ketgan holatida. Ya'ni shu holatda bolalar qaytartiraverasiz qila olganicha. Ya'ni 5 martami, 6 martami nechta qila olsa, pastga bo'yin tushganda ko'proq 1-2 minut ushlab tursa, juda ham yaxshi effekt beradi. Ke qizim. Qani qilib ko'r. Oyog'ing sal yop. Yop. Yop tizzangni. Bu tushsin mana. Tirsang. Mana shu holatda hozir bu qizimiz ozg'inligi uchun juda ham ichkariga kira olmadi. Atak uyda даже holkalarga ham bu holat juda ham zo'r yordam beradi.